Alloh bir bandaga davlat bergan bo'lsa, qalbi shukrdan erib ketishligi kerak. Chunki shu puli bilan o'zini tirikchiligini, maishatini to'g'rilab oladi. Shu molini faqir miskinlarga bersa, faqirlarning qalbidan joy oladi. Shu molini oxiratga sarf qilsa, oxiratdagi manzilatini yuksaltiradi. Shuning uchun qo'lida 3-4 chaqasi bor odam boshqalardan ko'ra ko'proq shukr keltirishlik kerak. Chunki senga berdi shu narsani va toatga sarflashlikka imkoniyat berdi. La hasada illa fi isnatayn. Rasululloh aytdilar, faqat ikkita odamga hasad qilsa bo'ladi. Bir boy kishiga va bir Qur'on egasiga. Bu boy shunday boyki, boyligini kecha-yu kunduz Allohning itoatiga sarf qiladi. Ikkinchisi Qur'on egasigaki, kecha-yu kunduz Qur'on tilovati bilan kunini o'tkazadi. Endi qarang, shu yerda boyni boyligi havas qilinmaydi. Qilayotgan infoq ihsoni, qilayotgan savobli amal havas qilinadi. Mol Allohning toatiga sarf qilinsa ne'mat, sog'lik Allohning toatiga sarf qilinsa demak u ne'mat, yoshlik Allohning ibodati bilan o'tayotgan bo'lsa demak bu yoshlik ne'mat bo'ladi. Va amma idza mabtalahu faqadar alayhi rizqahu. Endi qachon Alloh taolo sinab rizqini tang qilib qo'ysa, Alloh meni nima qildi deydi? Xor qildi deb o'ylaydi. Ey bandalarim, meni bir narsani berishligim, ato qilishligim bu aziz qilganim emas, o'sha narsani bermay qo'yishim xor qilganim emas. Unisi ham, bunisi ham sinov. Nasiba. Ulush. Dunyoga keldik, shu dunyoda bizning ulushimiz, nasibamiz bor. Havoda nasibamiz bor. Ovqatda, suvda ulushimiz bor. Shu dunyoga keldik, bizga ham ulush nasiba berilgan. Mol mulk nasiba, ulush. Sog'lik shunday. Zakovat ulush, nasiba. Endi mana shu ulushlar, mana shu nasibalar odamlar o'rtasida har xil qilib berildi. Masalan, necha yil umr ko'rishingiz, topadigan pulingiz, huzur halovatingiz nimaga har xil qilib berildi? Mana endi boyagi savolimizga kelyapmiz-a? Alloh taolo al-akram, o'ta karamli zot bo'lsa, nimaga musulmonlarda ham yo'g'ini tekis qilib qo'ymadi? Nimaga kambag'al, nimaga kasal, nimaga bechora, nimaga kamchilik yetarlik? Nimaga unday? Sog'lik bormi? Imtihon. Davlat bormi? Imtihon. Faqirmisan? Imtihon. Kasalmisan? Imtihon. Demak, hammasi nima ekan? Imtihon ekan. Bir juda ham chiroyli duo bor ekan, eshitib turinglar-da. Bu duo Imom Termiziydan keltirilgan ekan, Abdulloh ibn Yaziddan. Allohumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu. Parvardigor, men yaxshi ko'rgan narsa bilan rizqlantirgan bo'lsang, bas shu narsani menga seni yaxshi ko'radigan narsalarni qilishga quvvat qilgin. Men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani bergan bo'lsang, o'sha narsalar seni itoatingga quvvat bo'lsin. Endi sog'likni berdimi? Senga itoatga quvvat bo'lsin. Boylikni berdimi? Itoatga quvvat bo'lsin. Jamiyatda bir mansab, martaba berdimi? Haqni yuzaga chiqarish, adolatni qoyim qilishga quvvat bo'lsin. Farzand berdimi? Seni rozi qiladigan ishlarga quvvat bo'lsin. Va ma zawayta anni mimma uhibbu faj'alhu faraghan li fima tuhibbu. Endi men yaxshi ko'rgan narsalardan nimani menga bermagan bo'lsang, men yaxshi ko'rgan narsalardan menga nimani bermagan bo'lsang, o'zing yaxshi ko'rgan narsa uchun meni undan foriq qilgan bo'lgin. Tushunarli bo'ldimi? Katta dunyo so'rovdi, bermading. Endi o'sha bermaganligini sababi o'zimga yaqin bo'lsin degan bo'lgin. Chunki o'sha dunyoni berib qo'ysa, chalg'ib ketib qolishingiz ehtimoli bor. O'sha mansabni berib qo'ysa, chalg'ib ketib qolishingiz ehtimoli bor. Endi nimani men yaxshi ko'rgan narsadan, masalan, ko'p narsa so'raymiz, to'g'rimi? So'rayotgan narsamizni bermayotgan bo'lsa, buni yomonlik deb o'ylamaylik. Agar men yaxshi ko'rgan narsani menga bermayotgan bo'lsang, sen o'zing yaxshi ko'rgan narsalar uchun meni bu ishdan bo'shatib qo'ygan bo'lgin. Kishi mol dunyoni so'raydi, orzu qiladi, lekin yeta olmaydi. Umri davomida qo'li kalta bo'lib o'tib ketadi. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Buni yomonlik deb o'ylamasin. Sabrdan boshqa hamma amalni
mukofoti birodarlar cheklab, o'lchab beriladi. Faqat sabrni mukofoti hisoblamasdan beriladi. Sodiq mo'min banda turmush tarzini tuzatishlik uchun hamma sababni qiladi. Yuguradi, yeladi, mehnat qiladi, lekin natija u xohlagandaqa bo'lmaydi. Mo'min banda, sodiq mo'min banda turmush holini, turmush tarzini yaxshilashlik uchun mehnat qiladi, yuguradi, yeladi, lekin natija u aytgandaqa bo'lmaydi. Shunda nima qiladi? Taqdiriga rozi bo'ladi. Sabr qiladi. Shuning uchun ajri katta bo'ladi. Biz bu yerda hech narsa qilmasdan Allohda aytgani bo'ladi deb o'tirib olgan odamni gapirmayapmiz. Tinmaydi, bechora tinmaydi, kecha kunduz yuguradi, qishin yozin yuguradi, lekin bo'lmayapti. Endi nima qilish kerak u? Biz o'sha harakat qilmayotganda malomat qilaylik. Agar shunaqa farzandimiz yotib olgan bo'lsa, urishib olashaylik. Ishlar yugur chiq deb. Ammo yugurib, yelib harakat qilsa ham bo'lmayaptimi? Shu farzandni malomat qilmaylik. Nimaga sen topa olmayapsan, Alloh topganda demaylik, chunki uni taqdiri u. Haqiqatan kunni kunga, tunni tunga o'laysan bo'lmaydi. Demak, Alloh taoloning taqdiri. Seni ishing tugadi. Seni ishing harakatidir. Bu yo'q Allohdan. Endi kufr olamidagi odamning holini qarang. Yuguradi, yeladi, harakat qiladi, sabab qiladi, natija bo'lmasa tushkunlikka tushadi, o'zini o'ldirishlikkacha boradi. Ammo iymon olamida-chi? Hamma sababni qilgandan keyin natija bo'lmasa, demak Allohdan ekan deydi, rozi bo'ladi, ajr oladi. Al-Akram, o'ta karamli bo'lgan Robbisi shu narsani taqdir qilgan edi unga. Alloh qizg'anmagan edi, Alloh baxillik qilmagan edi. Men qildimmi harakatni nimaga bermading demaydi. Chunki karamli, o'ta saxovatli bo'lgan Robbingiz shu kunda taqdir qilibdimi? Demak, shu sizga yaxshi ekan. Endi nima bo'ling? Rozi bo'ling. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qilguvchilarning ajr mukofotlari hisob-kitobsiz, to'liq to'kis qilib berilur. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Alloh taolo o'zining bandasi Ayyub alayhisalomni maqtab aytadiki, dar haqiqat biz Ayyub alayhisalomni sabr qilguvchi holda topdik, u naqadar yaxshi bandadir. Nimasi uchun Alloh taolo yaxshi deyapti? Sabr qilgani uchun. Birodarlar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz. Jazabaga tushsangiz ham shu kunda turibsiz. Rozi bo'lsangiz ham shu kun. Norozi bo'lib shikoyat qilsangiz ham shu kun. Keling birodar, haqiqiy mo'min bo'laylik. Al-Akram, o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz Al-Akram, karamli zot. Inson ustiga qanday kun kelmasin, Alloh unga nimani taqdir qilgan bo'lmasin, albatta buni orqasida hikmat bor. Zo'r gap tarqalib qoldi oralarimizda. Mana dedi, palon paytda mana qilganimizda moncha pulimizga kuyuvdik deydi-da, aytadiki, albatta buni ham hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti, bolalar. E'tibor beryapsizlarmi? Albatta buni ham hikmati bor deb qo'ydi. Pulga kuydi, 20 ming, 30 ming dollarga kuydi. Lekin nima deyapti? Buni bir hikmati bor deyapti-da, xotirjam. Mana kecha bitta ukamiz bilan mashinasida ketyapti, shuni aytayapti. Bir fura narsam deyapti, yo'q bo'lib ketdi. Olgan odam o'lib ketdi deyapti. Olgan nasiyaga olib ketgan, o'lib qolgan. Bolalarga borsam tan olmayapti deyapti. Deyapti-da, aytayaptiki, buni ham bir hikmati bo'lsa kerak deb qo'yapti. Eslaylar, Xizr alayhisalom Musa alayhisalom bilan uchrashib yurganida bir yosh bolani o'ldirib qo'yadi. 12 yosh bolani o'ldirib qo'yadi. Tushunmaydi, nimaga o'ldirding deydi. Bu katta bo'lganda kufrga, tug'yonga ketib, ota-onasini ham kofir qilib yuborardi deydi. Ota-onasini shu bolasini o'lganligi ota-onasi uchun katta musibat, lekin hikmati bor edi ekanmi? Va ma fa'altuhu an amri, men o'z boshimchalik qilib qilganim yo'q bu ishni, bu Robbimning buyrug'i edi dedi. Shuning uchun birodarlar, qanaqa holatda turibmiz hozir? Iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvolda. Demak, shu turishimizning nimasi bor? Hikmati bor. Hikmati bor.